Birinchi videomizda biza 90 gradusni olib kirishni ko'rsatdik. Bizada garajga olib kirishni ikkita yo'nalishi bor. Mana hozir parallelni kelgan paytlarida parkovkaga yaqin keladi. Yaqin kelib turib, kevring, yaqin kelib, mana hozir ikkinchi etapini o'rgatyapmiz. Stop. Polni mana keldilar yaqin. Endi qiyalatib 10 tarafga, ya'ni burchak hosil qiladilar. Burchak hosil qilishimizga ba'zi bir joyda ayollarimiz garajga olib kirishga qiynalishadi. Mana hozir qiyali holatda turdilar. Ya'ni burchak hosil qildilar. Endi bu burchakdan qaranglar. Garajimizga olib kirish jarayoni juda oson bo'ladi. Masjidga hozir olib kiradilar. Olib kiravering. Birinchi chap tarafingizga qaraysiz, keyin o'ngga olib kirvagunizcha. Hozir rulingizni to'g'irlab oling. Shu turishda ozgina orqaga yuring. Orqa bagajingiz chizig'iga yaqin kelsin. Orqa bagajni chizig'ingizga to'g'irlang minusgacha. Yana ozgina. Молодец. Endi parallelligingizni to'g'irlang. Polniy оборот chapga burasiz, chunki parkovkamiz qaysi tarafda, o'sha tarafga qarab buramiz. Buring. Oxirigacha, ya'ni rulimizni qotirmagan holatda millimetrovkaga bo'shatamiz. Agar qotirsak rulimizni gidravlikasini moya oqishi sabab bo'ladi. O'shaning uchun rulimizni avaylagan holatda ham qaylayotganda qotirib qo'ysak ham g'ildiraklarimiz yurish jarayonida juda ham qiynaladi. Mana ko'rasizlar, уже qiynalmayaptilar. Hattoki bitta-ikkita pokazaniya ko'rsatma berganimdan keyin o'zlari to'g'ri bajaryaptilar. Mana qaranglar, o'zlari samostoятельно olib kirdilar. Lekin qoyil. O'sha to'g'risini aytganda ikkinchi urinishlari olib kirishdi. Mana qizlarjonlar, lekin o'rgatayotganimizda oson yo'llari bilan o'rgatamiz. Ba'zi birlarimiz bor ishga, uyga kelganda o'zi parkovka qilishga uyaladi-da, ba'zi bir erkaklardan, boshqalardan iltimos qilishligi to'g'ri keladi. Qizlarjonlar, shunaqa qilingki, hech kimga murojaat qilmasdan o'zingizlar parkovka qilishga tayyor bo'lib olib kelishingiz shart. Nimagaki bu sizlarni o'rgangan qanaqa mashina haydash jarayonlarini bemalol